Hay qizlar, yaxshimisizlar? Girimni shunday chiqimlar bo'jani so'ragandinglar. Shunga girimni bugun olib keldim. Garchi endi men kasbiy girimchik bo'lmasam-mu, yoqtirib ko'rishinglarni umid qilaman. Oldi bilan maytonlarimni taqib oldim. Anadan keyin shu Shreru degandek narsalarni sukib oldim. Endi men o'zim girim qilsam shu bek murakkab qilib ketmayman. Endi o'zinglar foydali tarafdan olib qolsanglar bo'ldi. Mayada endi shu joysha qilib oldim. Yandaylarim bek cho'ng degan azroq faling verim bormasmi? Shuning ishlarni bir joysha qilib degandek. Endi buni qilsanglar bo'ldi, qilsanglar bo'ldi. Anadan keyin ishlatganim Chiparaning findiyasi. Oldin qatim sizlarga bir tavsiya qilib chiqarib bergan. Yana bugunmi mush Chiparaning findiyasini ishlatdim. Ishlatganim Ziransosi. Oldin qatim Jefu ovoz berib bir javchan chiqarib bergan bo'lsangiz degantinglar, lekin buguncha o'zim qilib turdim. Keyin yana bir sizlar bir girimlarni yoqtirgan vaqtinglarda undan keyin Jefu bilan tang chiqarib bersak bo'ldi. Anadan keyin shu maylarimni tekshi surkib olgandan keyin anadan keyin mavu finbing. Ma finbingni sizlarga necha qatim tavsiya qildim deyman. O'zim pek yoqtirdim, xil ishiltma xil bir yoy berib qoldim bu finbingni. Anadan keyin finbingni surib bo'lgandan keyin anadan qashsizmiz. Endi bu qashqa kelgan vaqtda men bek test o'rgangan bu qashsiz ishni men bek yoqsizman deb ketamayman endi. Ishqib bo'ladi o'zim tushlik o'zimning qishimninki shakliga asosan ishqib o'zim bilganimcha sizib olmaslarmishda sizib olsanglar bo'ladi. Andan keyin shu qishimizningki keyin tarpini uzartiradigan yerlarini uzartib degandek pul qilib ana shu azimiz bilan shol qilib tekshir qilib olsak bo'ladi. Andan keyin girimimizning pakiz chiqish uchun mayada shu joyshago bilan shu qishimning atrofini pakiz qilib oldim. Sizlar qilib olsanglar bo'ladi. Ish qilib mushu sizgan qishim bir kunga o'xshamaydi zadi. Sizlarning shundami? O'xshamaydigan qishlar siz olmay, bir kun bir xil. Undan keyin mana yeyinga keldik. Har qatam mushu yeyin sukashdan burun mushu atrangdamdoq mushu oq yoki atrangda mushu surkib olma. Pakiz chiqdi deb o'ylaydiganman endi o'zimcha. Lekin bugungi chutiram mushu ko'kram bo'lganligi uchun mana ko'k yeyingni tekshi yeyib sukib oldim. Qarmoqqa bir xil tekshi bo'lmagandek, lekin kirim bitgandan keyin yana payiz turdiga. Paqrab to'sinda mushu ko'kramni mushu paqraydiganni yana ko'zningki quyruq tarpiga mushu sukib oldim. Bunimi suksanglar bo'ldi, sukmsanglar bo'ldi. Agar asta bo'lib qolib qolsa, mushu sukib olsanglar texnichallik ko'rinadi. Lekin buni surkab bo'lgandan keyin mana ma yeyin panni men oldin qatim tavsiya qilib bergandim. Mushu yeyin panninki mushu biling shunda yoqtirma. Shu mushini oldi tarpiga mushininki mushu parqroq bilingsni sukib oldim. Bu shunda chiroyli turdiki ish qilib ko'zda. Andan keyin ko'zimninki mavi ost tarpi oppoq turdi-ku shuningga ost tarpini yana shu ko'krangda tekshir qilib ost tarpiga yeyin sukib oldim. Andan qosh qalam bilan yana ko'zimni qardatib oldim. Buni qilsanglar bo'ldi, qilmasanglar bo'ldi. Andan keyin yana bayatdan shu yeyin pan bilan shu o'rinlarni yana qilib kimiyada. Burnimni qilmay qaranglar, chunki men boshqa yana shu o'rinni toza yaxshi qilolmayman, bir xil qilsam bir xil pak zo'maydi. Shuningga uni qilmadim. Andan keyin mana mavu yenshanlarni sizib, yenshani tatishni unutib qolganman. Keyin pul tatib oldim, qaranglar, qattiq kechiringlar. Andan yenshanni inchik qilib sizib oldim. Endi buni pek kengaytib siz aytsam ham deb buzib qolmay deb. Men pek ustamas yenshan bisiz ishqa ko'pincha vaqtlarda sizmaydigan bo'lganki, andan keyin shu ko'zning osti tarafini yana qosh qalam bilan yana shunday qartatib, tekshir qilib buni sizib oldim. Lekin bugun kirimda bu WhatsApp qilishni unutib qoldim. Oldin qatim sizlar so'rgan kuni qilgan vaqtimda WhatsApp qilib olgan. Bu da unutib qoldim. Qattiq kechiringlar. Ondan keyin kirpikimni egib oldim. Egib olgandan keyin bu bir jemaga batdi. Surkib olsangiz shu o'lqidek. Bablan yo'qligida turdigan. Oppoq bo'lib qolmasin deb mush jemagani surkib oldim. Ondan yolg'on kirpikni men oldin qatim net qatim tavsiya qilib bergan sizlarga o'zimni bek yoqtirma bu yolg'on kirpikni ish qilib odatim jema chaplasanglar ustiga chaplamsizlar, ostiga chaplamsizlar qizlar. Ish qilib men ba'zida ko'pincha ustiga chaplaydiganman. Bugunmi ustiga chaplab oldim. Ondan keyin shu ostdan kirpikimga lak ya'ni jemaga surkib oldim. Kirpik chaplamadim, jemaga surkidim. Andan keyin shu qishinglarga burun shiltib qilay degan mushta jemagolar bo'lsa, andan keyin yoki ishtalikdek tingshin qilgan, qashni tingshin qilgan narsalar bo'lsa, ishlar tingshin qilib mushta sukib olsanglar bo'ldi. Masalan, jamaica bo'lsin bo'ldi degandek. Andan keyin gavgong. Bu gavgongni shu qishimning ostiga, andan keyin burnimga, andan keyin shu yen javorimga sukib oldim. Bu gavgongni men oldin qatim ayrim shu pintatib chiqarib bergan. Qarab baqsanglar, ishqib pek yaxshi ko'rmay bu gavgongni. Buni mushta sukib olsanglar bo'ldi. Kirmanglarni texnik chiqarib birdi endi shu o'rin qilmasaqmi gerchi. Undan keyin shu qo'xun sukash keldik. Yana sekin shu buni oldin qatim bir manda sukaymiz deb chiqarib bergan bir shipim bor. Buni shu avval trensiyan bi bilan eg'zimninki shu atrofini. Oldin qatim degan o'slarga ilqiminingki livim nipis. Bir qilnamasda shunga sirtiga chiqarib bashta sukib olma trensiyan bini. Undan keyin qo'xunga keldik. Qo'xunga yana shu chiparaninki 5-nomerlik rangni sukdim. Buni shu trensiyan bining ustiga tekshir qilib sukib olsak bo'ldi. Undan keyin sayxonni men pek chiqishib desam qip-qizil bo'lib qoldi ekan. Shunga azroqlik qilib, azroqlik qizartib oldim yuzimni. Lekin oldin qatim kirimda bunda qizartmagandim. U vaqt unutib qolib ekanman. Undan keyin yana eng muhimi shu trimmi. Buni pek chiqib ketdim. Ish qilib qo'xun suksam men trimmi sukmay chiqmaymanda. Cho'qqim sukayman qizlar, rasmi shuni sukanglar. Shunda paqroq, shunda chiroyli qilib men shunda yaxshi ko'ramdim ya buni.
Chiqib shunda chiroyli qildi girmanglarni. Ana degan sirtqich ketgan yerlar bo'lsa, mushta tanishib olsanglar bo'ldi. Bugun sal jiddiylashib men mushta sal qafsizsammi, ig'izsizsammi mushta sirtqich chiqarib etib degandek. To'g'ri tushuninglar. Endi men uchun eng muhim bo'lgan mushta chashmasizga keldik. Bu chechimni shu chechim bakib ketganlik uchun kesayotgan, bu janimizlar degandim. Shuningga shu jajash taqdim qaranglar. Ma jajashmi? Buni qarsanglar ba, ish qilib setyapman. Haqqimni qildim bu jajashda. Mush chechimni bug'ab, chiroyli qilib bug'ab anadan keyin shu ustiga mush chazni qisib oldim. Anadan keyin yangi chachlarim o'syapti emasmi? Shu o'sgan chachlarimni chaz bilan qisib, anadan keyin shu maqolamdan keyin nima ish qilib mushning bilan mushni sukab chechimga tinshin qilib oldim. Anadan keyin ma bu qarnasa shu, ammo oldimda chechim tushib ketgan emasmi? Shunga mushningda ilqi fojishanlarimni degandek sukab yepib qarditib degandek ish qilib chechim tushib ketganning dadini pek tortyapman. Ish qilib qo'ymaysizlar. Chiroyli qo'ymoqni degan tas. Shu shipinimdan boshdan oxir ishlatgan narsarimning hammasi serqarvonda baqizlar. Yo'qtgan narsaringlar bo'lsa kirib evasanglar bo'ldi. Ishqib bahas muhabbat degandek e'lon qilib turib men miyada endi mana shu shillarni shu kinki shu shillarni taqib oldim. Girmam bitdi.